Futbol tarixidagi top 5 eng yomon va bema'ni transferlar. Bu ro'yxatimizda Andrey Shevchenkoga joy bor. Milanning safida fenomenal o'yin o'tkazgan Shevchenko Chelsiga borib bunchalik o'yini qovushmagan. To'ppa-to'g'ri Andrey Shevchenko 5-o'rinda. Keyingi o'rnimizda Neymar. Futbol tarixidagi eng qimmat transfer va PSJga borib hammamiz bilamiz. Neymar 3-o'rinda. Kaka Milandan Real Galaktikosiga borgan futbolchi va o'yini qovushmagan, yana tekinga Milanga ketib qolgan. To'ppa-to'g'ri Kaka 4-o'rinda. Eden Hazard bor. Eden Hazard bilamiz, juda qimmat transferga Realga kelgan va ortiqcha vazn va boshqa sabablar, jarohatlar El Klasikolarda umuman maydonga tushmagan. Birinchi o'rin Eden Hazard Va Filippo